Assalomu alaykum Eldorus kanali obunachilari. Chorvador akalarimiz uchun mol oxur, qo'y oxurlarni tayyorlari, undan tashqari zakotovkalar. Bu yerga keladigan bo'lsak 100 litrdan boshlanib 10 tonnagacha suv idishlar, loy karetalar narxlarini yoritib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Kaminterdan bo'lyapti. Betalol like bosib turasizlar. Narxlar anchagina arzon bo'pti. Bo'lmasa videoni oxirigacha ko'rsalaring batafsil ma'lumotini ustakamizdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Aka, xudo xolasa narxlar tushdi dedi. Narxlar tushdi aka, ancha tushdi narxlar. Chiroyli qilib skidka narxlarda aytaveramiz. Xudo xolasa aka. Qaydan boshlaymiz aka? Boshlayveramiz aka, farqi yo'q shaydan. Bo'lsa mana shulardan boshlasak, razmeri qanaqa? Razmeri aka, eniga 60 bo'ladi, chuqurligi 35, uzunligi 235. Narxi 290 ming so'm aka. Mol oxurlari. Mol oxurlar aka. Bir donasi 290 ming so'm. Zo'r. Bularimiz-chi? Bularimiz qo'y oxurlar aka. Eniga 35, chuqurligi 25, uzunligi 260 bo'ladi, narxi 200 ming so'm aka. 200 ming so'm. Bularimiz ham mol oxur aka, aksariyat. Ana ularimiz ham mol oxur. 260 lik, eni 60, chuqurligi 35, narxi 300 ming so'm. 300 ming so'm. Zo'r. Bu oxurlarimiz? Bularimiz ham o'sha qo'y oxurlar, 200 ming so'mdan narxi. 200 ming so'mdan. Razmeri nechida? Razmeri 260 uzunligi. Narigisi bor, 230 ligi bor. Narxi bular 190 ming so'm aka. 190 ming so'm. Zo'r. Bular zakotovka holatda. Ha, zakotovka holatida. Misol uchun optim chekalarga ham qancha desa chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraveramiz aka. Hozir bularimiz qayerga ketadi aka? Bular Surxondaryoga yuklanadi, xudo xolasa. Surxondaryoga ketadi. Zo'r. Mana bu yerda xudo xolasa tayyorlashyapti. Xudo xolasa qancha desalaring bemalol chiroyli narxda yetkazib berishaveradi. Razmeri nechidan boshlab nechigacha bo'ladi aka? Razmeri qo'y oxurlarimiz rasxoti 65 bo'ladi, bunaqa aynalasi. Keyin 78 bo'ladi, keyin 86 bo'ladi. Uzunasiga? Uzunasi 260 gacha bo'ladi. 1 metrdan 260 gacha. 1 metrdan 260 gacha bo'ladi. Qancha desa yetkazib chiqarib berilaveradi. Chiqarib berilaveradi aka. Zo'r. Xo'sh, bu yerdagi razmerlarimiz-chi? Ularni ko'rsatib o'taylikmi? Ko'rsatib o'tamiz aka. Bu takror turganlar nechiligi? Ular o'sha mol oxurlar, hozir ko'rsatganmiz 290 minglik mol oxurlar. 290 minglik. Mana bular 2 metrlik mol oxur. Eni 50 bo'ladi, chuqurligi 30 bo'ladi. Narxi 250 ming so'm. 250 ming so'm. Zo'r. Bularimiz qo'y oxurlar 2 metrlik. Narxi 170 ming so'm. 170 ming so'm. Optim chakalarga narxlar yana ham kelishtirib beriladi. Surxondaryo, Qashqadaryolik optim chakalar bor. Shularga yanada kelishtirib beradi. Zo'r. Bu yerda mana o'zlari tekislashadi, razmeriga kesishadi, bukishadi, aylana qilishadi, xudo o'zlaridan birinchi qo'l ishlab chiqaradi. Kimga qancha kerak desa bemalol yetkazib beraverasiz. Yetkazib beraveramiz aka, qancha desa. Bular razmerlari ham bir xilmi ekan? Razmerlar bir xil, aksariyat bu yerda mol oxurga aka. Mana bularimiz qo'y oxur, list holatlarini ham ko'raverasiz. Uncha-muncha yamag'i borlari bor, listlarda ular kelishtirib beriladi. Mana bular qo'y oxur 2 metrlik, o'sha 170 mingligi. Zo'r. Holatlari ham, listlari ham qanaqa ekan? Ideal aka, yana chiqarishyapti, ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda kesiladi. Bu yerda kesiladi. Bunisida bukiladi. Bunisida o'sha dumaloq qilinadi. Misolchi aka, hozir tayyorlari bor, ha? Qancha chiqarib beraveramiz? Chiqarib beraveramiz. Holasi zakotovkasi, holasi tayyor. Bor aka, hammasidan bor. Biz bu yerda o'sha dumaloq qilayotgan nimasi holati. Demak aka, misol uchun konteyner mahsulotdan turbalarni ham chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraveramiz aka. Zakasi bo'yicha chiqarib beraveramiz turbalarni. Bularimiz nima aka? Bularimiz tomga, katta tomlarga siliplarda. Bundan ham chiqarib beraveramiz. Bundan ham razmerlarni bersa, narxlarni chiroyli chiqarib beraveramiz aka. Bularimizni shu tom chakalar ishlatadi ko'proq. Narxini razmeriga qarab chiqadi bular. Razmeriga qarab chiqarib berilaveradi. Undan tashqari tepilsaga latorlar xohlaganini chiqarib beraveramiz. Tayyorlab beraveramiz. Zo'r. Listlarimiz bor aka. Listlar mana shu holatda keladi, tekislanadi, qirqiladi. O'sha aytib o'tilgandek oxir holatga keltiriladi. Xo'sh, bu yoqda karetalar ham bor ekan. Karetalar ham bor, tayyor oxurlar ham bor. Kareta, o'choq, suv idish, atalay idishlar hammasidan xudo tayyorlari bor. Keyin mana bu 230 lik qo'y oxurimiz bor. Tom listdan bo'lgan 2 lik bo'ladi qalinligi. Bular narxi 200 ming so'm. Mana shu oxurlarga qoppog'ini qo'shib beramiz 200 ming so'mning ichida. Ikkala chekidagi. Ikkala chetidagi qoppog'ini qo'shib beramiz 200 ming so'mning ichida bo'ladi. 200 ming so'm. Zo'r. Xo'sh, bunimiz o'sha aytib o'tgan mol oxurlarimiz. Bular 1 metrligi qo'y. Bular tayyor qo'y oxur, mol oxurlar. Narxi 170 ming so'm. 170 ming. 115 lik.
Mana bular mol o'g'irlar, tayyor. Nechiligi bu? 230 ligi narxi 430 ming so'm. 430 ming so'm. Bular ham qo'y o'g'ir. Ha, qo'y o'g'irlar, 1 metrlik. Bularimiz Bular 260 lik mol o'g'ir, narxi 450 ming so'm. 450 ming so'm. Listlari ham akalar, Listlari kraskалari ham cho'tka zo'r aka. holatda turibdi. 1 metrlik mol o'g'irimiz. Mol o'g'irimiz bu 300 ming so'm. 300 ming so'm. Narxlar kelishtirib beramiz. Mana bular qo'y o'g'irlarimiz bular 260 ming. 260 lik. 300 ming so'm narxi aka. Narxi 300 ming so'm. Bunisi aka? Ha, unimiz 230 lik qo'y o'g'ir, 280 ming so'm narxi. 280 ming so'm. Zo'r narxlar anchagina arzon. Bularimiz aka? Bular 2 metrlik qo'y o'g'irlarimiz 240 ming so'm. 240 ming so'mdan. Aha. Zo'r. Yarim tayyor oxir olganlarga mana bunaqa bonuslarimiz bor. Ko'ra bo'lalar, qo'shib Ko'ra beramiz. bonuslar qo'shib Ha, beramiz, ha? 20 tadan ko'p. ko'proq olganlarga qo'shib beraveramiz. Zo'r. Bularimiz somon idishmi ekan? Somon idishlarimiz bularimiz. Razmeri qanaqa bo'ladi? Razmerini mana sherigimiz tushuntirib yuboradi. Elyor aka. Elyor aka. Aka, bu somon idishimiz razmeri necha bo'ladi? 1.17 uzunligi, tagi 60, bo'yi 42 bo'ladi aka. Bitta piris bemalol. Bitta, ha, pahol piris sig'averadi aka. Pahol piris sig'averadi. Narxi qancha ekan bunimizni? Buni 400 ming ham demayapmiz aka, 380 mingdan beryapmiz. 380 ming so'mdan beryapmiz. Shunaqa. Zo'r. Xo'sh, bunimiz aka suv idishlar. Bu aka 1 tonna 200 lik suv idish. Usti ochiq deyiladi. 1 million so'm. 1 million so'm. Ha, ozmas tushib beraveramiz. Bulari? Narigisi aka 1 tonnalik usti yopiq deyiladi bunisi. 1 million 100 ming so'm bu. 1 million 100 ming usti yopig'i. Ha, tagidagi 1 tonna 600 lik usti yopiq aka bu. Narxi qancha aka unimiz? Va buni narxi aka 1,5 million so'm. 1,5 million so'm beraveramiz. Kelishtirib Zo'r. Suv idishlar eng kichkinasi 1 tonnadan, misol uchun 1 tonna 500 litrdan boshlanib 10 tonagacha yasab beraveramiz. shunaqa aka, bez akasi 5 tonnagacha yasab qo'yamiz biz. Buni 5 tonnaligi mana 4 tonna. Ko'rinib turgan yashilimiz. Qolgani zakazga bo'ladi. Ha, 5 tonnadan oshig'ini zakazga qilamiz aka. Tepadagilar. Tepadagi 1 tonnali uzuni aka bu. Narxi qancha aka? Uzun varianti. Buni narxi ham 1 million 100 ming so'm kelishtirib beramiz. Usti yopiq buni aka. Qopqoqli varianti. 4 tonnaligimiz. Bu 4 tonnalik aka 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm usti yopiq varianti. Bunimiz Bu aka 1 tonna 600 lik usti ochiq degani bular. Hop, bularda aka 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming so'mdan qilib berilaveradi. Zo'r. Bu tomon hammasi 1 tonna 600. 1 tonna 600 ha bular hammasi. Xo'sh, bu tomonda nimalarimiz bor aka? Bu tomonda aka loy karitalar bor. Oyog'i yo'q o'g'irlar bor. O'choqlar bor. O'choqlar bor. Davomida ko'rsatib o'tamiz. Bularimiz loy karitalar, to'g'rimi? Bu loy karita aka, yonlisdan chiqadi, standart deyiladi bu. O'sha laboni ichiga to'liq tushadigani. Bundan kattarog'i ham bo'ladi. Bu o'sha standarti bu aka. Sifat zo'r ekan aka, listlarni ham qarang, nechta turibdi mana shu yerda? 40 ta aka, mana shu soniga 40 ta. taklanib turibdi. Bu razmerga olib tarsoka qilib kesiladi, bitta razmerga qo'yilgan bu aka. Narxi qancha aka bularimiz? Narxi aka 550 ming so'm, ko'proq olganga kelishtirib beriladi. Donaga 550 ming sotyapmiz aka. Zo'r. Bularimiz oyoqsiz o'g'irlar. Ha, 260 lik oyog'i yo'q o'g'irlar bular. Kimlardir hali o'sha beton ustiga qo'yaman deganlarga oyog'ini yo'q qilib ham tayyorlab beraveradi aka. Narxi qancha buning o'zi? Oyog'i bor aka 450 ming bo'lsa, buni hop 420 mingdan 420 ming. ha, shuna oyog'i yo'q qilib beraveramiz aka. Bunimiz-chi aka? Bu aka ohak idish. Orqalisidan bo'lgan qalinroq tekizlangan ohak idishda bu. Qancha suv oladi aka bunimiz? Hop aka, bu 800 litr suv oladi mana shu holatiga. 300 kilo, 350 kilo ohak uradi mana shunga. Narxi 900 ming so'm aka. Narxi 900 ming so'm. Narxi 900 ming so'm. O'choqlarimiz ham eng kichkinasi necha litrdan boshlanadi aka? Eng kichkinasi aka 12 litrdan boshlanadi o'choqlar. Bu yog'i ketaveradi. Ha, 18, 30, 40, 50 hammasidan bor 100 litr. Zo'r. Narxlari telefon hisobotasiga kelishtirib narxlarda qilib berilaveradi. Shunaqa aka. Dastavkalarimiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga kelishilgan holatda. Shunaqa, ha, kelishlar yaqinroq bo'lsa, arzonroq, uzoqroq bo'lsa, o'rtada imkon qadar dastavkasini. Zo'r. Kelishtirib Manzilimizni yana bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Manzil Buvayda tumani, Dehqonobod, Kaminterin deyiladi. Bemalol kelaverasizlar, olsa kelib ko'rib olib ketmoqchi bo'lganlar uchun ham lokatsiyalar tashlab beriladi yoki bo'lmasa chiroyli qilib O'zbekistonning 12 ta viloyatiga kelishlik holatida dastavkalarni qilib berishadi. Aka, sizga ham ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Mana shu stakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib qo'yishlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.